Sog'lom bolalardan jamiyatga kirishadi bular. Beg'uborda bular, beg'ubor bolajonlarda. Prezidentimiz tomonidan uyushtirilgan mana shu ehsonlar kam ta'minlangan yosh bolasi borlar, nogironi borlarga qarashyapti. Rahmatlar bo'lsin. Yurtimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin. Bugun 7-may sanasida biz Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Hakim Termiziy jome masjididamiz. Xalqimizdan yig'ilgan ehson, saxovatli insonlarimiz qilgan yordam qo'llarini cho'zgan xayrli ishlardan mana bir mahsulini bugun haqiqiy haqdorlarga, nogironlarga, yosh bolalilarga, beva ayollarimizga va qariyalarimizga yetkazamiz va ularni duosini olamiz. Vaqf xayriya fondini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Fond tomonidan surxondaryolik yurtdoshlarimizga ham moddiy ma'naviy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida fondda va uning hududiy filialiga murojaat qilib kelgan 43 nafar fuqaroga zakot va xayriya mablag'lari hisobidan bir martalik moddiy yordam sifatida jami 72 million so'm ularning plastik kartalariga o'tkazib berildi. Kontrakt to'lovlarini to'lashlikda katta yordamlar berishdi. Inshaalloh kelajakda bu qilgan yordamlarini oqlab, elga, xalqqa yaxshi xizmat qilishlikka va'da beramiz. Vaqf xayriya fondi tomonidan 14 nafar talabamizga kontrakt pullari to'lab berildi. Vaqf xayriya fondi jamoasiga, bu yo'lda xizmat qilayotgan barchalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vaqf xayriya jamoat fondi Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 14 nafar talabaga to'lov shartnoma asosida 74 million 500 ming so'm pulni o'tkazib berdi. Biz buni shaffofligini ta'minlagan holda sizga hisobot tarzida yetkazishni qaror qildik. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ko'zi ojiz bolalar, eshitishda nuqsoni bor bo'lgan bolalar, tayanch harakatida kechikish va muammosi bo'lgan bolalar tahsil olishadi. Bolalarning rivojlanishiga pedagog yordam beramiz va ularning korreksiya ishlarini olib boramiz. Umumiy nechta xodimingiz bor? Umumiy 45 ta. Musiqa rahbari, jismoniy tarbiya rahbari, LFK hamshira, massajist hamshira, hamma sharoit yaratildi. Rahmat. Barakallah. Ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan hamkorlikda yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda egizak bo'ldi bu ikkita tashkilot. Biz ham shu xayrli ishlarda inshaalloh sizlarning yo'llaringizdamiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bo'lgan safarimiz davomida 100 dan ortiq oilalarni xonadoniga kirib bordik. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazdik. Undan tashqari mana shunday qalblari o'ksik bolajonlarimizni quvonchiga yanada quvonch qo'shishga harakat qildik. Bu ishlarning zamirida albatta yurtimizdagi tinchlik yotadi. Albatta, saxovat yo'lida, yaxshilik yo'lida doimo birgamiz. Vaqf xayriya jamoat fondi